Aka, Rishtonda tinch joy topib bering, 10 sotix deganlar uchun mana joy. Chorvachilik qilaman desam, dahshat. 300 tup teragi bor, meva kirgan daraxti bor. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta xonaga qo'yishgan umumiy sanuzil koridori bilan katta sifat tayyor. Armaturalarni ham qimmatidan tiqqanman deyapti. Sementni ham o'sha markasi 450-500 dan qilganman deyapti. Yaxshi joydan. Bu tomondan chiqsanglar Tudaga 1 kilometr, 1,5 kilometr, bu tomondan 5 kilometr yoki 4 kilometr Rishtonni sentriga, markaziga. Narxini har doimgidek biz tushirib qo'ydik. 20,500 dollar bizni nomimizdan kelsanglar yana oz-moz tushib berishadi. Ulgurib qolinglar, pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqa chiqarasizlar. Na samim deli deydi-ku. Chorvachilik ham zo'r. O'sha joyga, chorvaga, molga, qo'yga joyda qilib turib, bitta uyda qilib chiroyli qilib mana tinch joy. Odamlar kelyapti, o'zi yashab, naryoqda o'zi yashayapti mana. Uylarni qurishyapti u tomondan, bu tomondan. Naryoqda joy qo'ydim yaqinda. Baraka bo'lib ketdi. Sirazi baraka bo'lib ketdi. Xuddi o'sha joydan.